Endi bitta narsaga to'xtalmoqchiman azizlar. Mana shu Shayx hazratlari rahimahulloh ustozimizni yozgan kitoblari. Bu hali 4 tomdan iborat bo'lgan kitobni birinchi kitobini, Odoblar xazinasini yanvar oyini yarmida boshlagan bo'lsak, hozir 102-betiga kelib biz ekan xolos. 102 bet o'qimiz ekan xolos. Hali kitobni 5 dan 4 qismi turibdi. Hali yoqda yana 3 ta to'liq. Endi Hazrat rahimahullohni Alloh rahmat qilsin, Xudo ajr bersin. Rasululloh bilan qo'shni qilsin hazratimni xizmat qilib ketdilar-da, xizmat qildilar. U kishim kechalari yarim kechada turib mana shu kitoblarni yozayotgan paytlarida qancha sinovlarga ro'para bo'lib ham bu xizmatdan to'xtamadilar. Hatto o'sha hijratda yurganlarni ham to'xtamadilar, jonlarini olib qochib bekitib o'tirmadilar, xizmat qildilar-da. Balki mana shu kitobni yozayotgan paytlarda biz qattiqdir kayf safo qilib to'kin dasturxon ustida o'tirgandirmiz. Mana shu xizmat qilayotgan insonni hali esimizga keltirmagandirmiz. Men nima demoqchiman? Oxirgi paytda yaqinda kechaginda ko'rib qoldim. TikTok sahifalarda hazratni masxara qilib, haligi bir buzuq estrada muzikalarni qo'yib, o'sha shaklda montaj qilib chiqarganlarni ko'rdik. Bir qancha ustoz domlalarimiz, Sojon domlam ustozimiz, Abror Muxtor Ali, Shukurullo domlamiz, Abdullohdan hozir endi xizmat qilayotgan. Mana shu insonlarni shunaqa masxara qilib chiqayotganlar bor. Men nima demoqchiman? Har qanday narsani oxiri bor-da. Sabrni ham oxiri bor-da. Bular kim qilyapti bilmayman bu ishni. Har holda nasl nasabi toza odam qilayotgani yo'q. Bu haromlar qilyapti. Zinodan bo'lgan valadi zino haromlar qilyapti. Undan boshqa odam qo'lidan kelmaydi bu narsani. Bular andishani otini qo'rqoq qo'yib olishdi-da. Bular indamas ekan, nima qilsagan bo'laverar ekan degan mazmunda haddan ziyod kundan kun oshyapti, o'zidan haddidan oshyapti. Ikkita narsani talabidaman, Parvardigorimdan so'rayapman. Mana shu ishni qilayotgan kim bo'lsa va shu ishni qilgan bitta odamdir, ikkita odamdir, lekin shuni ko'rib voy boplabdi ya deydiganlar ham bor-da. Voy zo'r boplabdi deydiganlar ham bor. Shunga xursand bo'ling. Mana shularga ikkita narsa so'rayman. Bittasi siyolmay qolsin. Chunki odamni o'zi bilan o'zi qilib qo'yadigan balo shu, dard shu. Hech narsa ko'ziga ko'rinmaydi. Siyolmay qolsin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar Parvardigorimdan yolborib so'rayman. Nafaqat bu yerda. Kechqurun ham so'rayman, kunimda ham so'rayman, tunimda. Nima yomonlik qildi Hazrat? Qani ayt. Bu ahli ilmlar senga nima yomonlik qildi? Seni haqqingga tajovuz qildimi? Seni obro'sizlantirdimi? Seni sazoyi qildimi? Izzat nima qildi? Ayt. Yetkinda mard bo'lsang kelib mana bu yerga Hazratdan men mana shundoq yomonlik ko'rganman, shuning uchun shu ishni qildim deb isbotla. Balkim biz ham seni g'oyangga qo'llarimiz, quvvatlarimiz to'g'ri chiqibsan dirmiz agar shu ish qilgan bo'lsa. Nima yomonlik ko'rding sen shulardan? Birinchisi siyolmay qolsin. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Robbimdan yolborib so'rayman shuni. Ikkinchisi nimani xo'r qilsang shunga zo'r qilaman degan Parvardigor. Bugun o'zcha bu olimlarni, bu ustozlarimizni xo'r qilmoqchimi? Ikkinchi so'ragan narsam, bir kun o'larman shu. Bir kun o'ladi. Ilojsiz o'ladi. Xudoyo janozasiga odam topilmasin o'qiydigan. O'qib beradigan domla topilmasin. Buni eshitganmiz bularni. Mana shu duoibatlarni eshitganmiz. Uni ko'rsatgan Xudoy taolo. Janozasiga o'qib beradigan odam topilmagan. Bitta odam chiqib men o'qib bera olaman demagan o'shandaqa odamlar topilmagan. Xudoyimdan so'raganim shu. Boshqa gapim yo'q meni. Men bolangni o'qirsin, bolang bu o'zi pishib bo'ldi bular. Chunki qaysi bir ahli ilmni mana shundaqa holatda qilsa 10 avlodingacha avlodingdan olim chiqmaydi degan. Boringki har bir avlodda umrini o'rtacha 50 yil hisoblasak, 500 yildan buyog'ida bularning avlodidan yaxshi inson chiqmaydi. Butun avlodini izdan chiqaradi bular. Butun kasofatlar shulardan tarqaladi. Shundan xulosa olish kerak bundan, ibrat olish kerak. Bizlarni u ustozlarimiz bu darajada mazah qilinadigan ish qilayotganlari hammasi shu ummat uchun, millat uchun kerak bo'lsa jonini qo'yib, boshini qo'yib turib xizmat qilyapti.
Nima yomonlik eshitdingiz? Qani mana shu kitobda nima yomon bir fikr eshitdingizki, o'sha ishda bizlarga buzuqchilikni yo bir yomon bir ishga amalga portlat, uni o'ldir, buni qir degan qayerda bor? Hammasi agar amal qiladigan bo'lsak, hayotimizga kiradigan bo'lsak, dunyoyimiz saodatga aylanib ketadi. Xonadonimiz islom oilasiga aylanib ketadi. Oxirat saodati yo'liga kiramiz shu gaplarni kirsak. Nimaga endi bu insonlarni haqorat qilsa biz indamay turishligimiz kerak? Nimaga jim bo'lishimiz? Shuncha jim bo'ldik, shuncha yutdik mayli, sabr qildik, Xudodan insof so'radik. Men shu duoibatni qilganim bilan yolg'iz holatda ham yoki jamon, men qo'limni duoga ko'tarib duoibat qilayotganim yo'q. Nega? Tavba qilish imkoniyati bor. Tavba qilsin, qaytsin.